yuzim uyimdagi Makkaga qaratilib qo'yilgan paytda sallam bog'lanyapti. Bu salla bog'lanishida egnimdagi, tayanimdagi kiyimlarim kattalashib, ulg'aygani, o'zim bilan birga ulg'ayib, o'rnimdan turganimda boshim baland bo'yli bo'lgani yaqqol ko'rinib turadi. E'tibor bersangiz ham. Shunda tilim ojiz. Men nima bo'layotganini tushuntirishga ham bilolmadim. Ro'mol bog'langach, joyimdan tursam, bo'yim yana ham ikkinchi marta baland bo'lib ulg'ayib ketdi. Atrofdagilarim esa yelkamdan past holatda hammalari kichrayib qolishdi. Menga yana ikkinchi oq ro'molni bog'lashganda bo'ylari qo'llari yetmaganda boshimni egib xam qilib, ta'zim qilib, ro'mol bog'lashda boshim ko'tardim. Qaddimni tik ko'targach, hammani oldida ulg'ayib o'sib qolganimni ko'rib hayratlandim. Ammo etim bir ajoyib tuyg'uda bo'lgani sabab anglamay qoldim. Tezlikda o'zim ham. Shunda atrofdagilarni ba'zilari menga qarab turib hayratlanishgan edi. Umidani aslida bo'yi basti balandligini e'tibor qilmamizda, qiziq deya qalblardan o'tkazgan haqida aytishgan. Bir necha kishi bilan marosimdan so'ng suhbat qilganimda eshitgandim yana. Ammo bu bir necha daqiqa davom etgan ulg'ayish, buyuklik videoga aniq e'tibor berilganda yaqqol namoyon bo'lib turibdi. Yana bir haqiqatki, shu damda qancha inson ko'rib turib, shuni hech biri tafakkur o'ngiga bu ulg'ayotganimni anglab bilishga xayoliga ham kelmagan ekan. Xuddi shunday ulg'ayib kattalashib, bo'yim baland bo'lgan mo'jizalar haqiqati haq dalil insonlar orasida. Egnimdagi kiyimlarim tikib bichilishiga 3 metr mato ketgan bo'lsa-da, ulg'aygach ular nega titilib yorilmadi? Buni sababi kiyimlarim ham tanamga kirib kiyilib bo'lgandan keyin matolar ham kengayib, egnimda kattalashib ketganini o'zi mo'jiza emasmi? Men o'ylayman, o'sha damda haqiqatga aqli yetganida insonlarni, atrofdagilarni birdaniga men ulg'ayib o'sayotganimni ko'rib bilganida edi, ular qo'rqib baqir-chaqir qilib xonani tark etishgan bo'lishardi, marosim buzilishiga sabab bo'lishardi deb o'ylayman.